avgust oyida pensiyaga qo'shimcha pul tushishini kutayotgan juda ko'p pensionerlar bitta savolni berishadi. Nega hammaga bir xil qo'shilmaydi? Nega qo'shnimga 200 ming so'm qo'shildi? Menga esa taqandan 1000 so'm. Nega bir odamning pensiyasi sezilarli oshadi? Boshqasiniki deyarli o'zgarmagandek ko'rinadi. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki bu masala faqat hozir pensioner bo'lganlarga emas. Ertaga pensiyaga chiqadigan har bir odamga ham tegishli. Men bugun sizga bu masalani oddiy, tushunarli tilda, lekin ekspert sifatida batafsil tushuntirib beraman. Oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida men qaysi holatlarda sizning pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkinligini va nima qilish kerakligini aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi amaliy ma'lumotlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avvalo bitta narsani aniq qilib olaylik, pensiya oshishi deganda hamma bir xil narsani tushunmaydi. Kimdir buni hammaning pensiyasiga bir xil summa qo'shilishi kerak deb o'ylaydi. Kimdir foiz oshsa, demak mening pensiyam ham qo'shnimnikiga o'xshab oshishi kerak deb hisoblaydi. Lekin pensiya tizimida bunday emas. Pensiya oshishi bir nechta turga bo'linadi. Birinchisi, davlat tomonidan belgilangan umumiy indeksatsiya yoki oshirish. Masalan, pensiyalar ma'lum foizga oshiriladi yoki ayrim minimal miqdorlar qayta belgilanadi. Ikkinchisi, income pensiya, bazaviy miqdor, nafaqa yoki qo'shimcha to'lovlar o'zgarishi bilan bog'liq oshish. Uchinchisi, odamning shaxsiy hujjatlari, ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlari yoki qayta hisob-kitob natijasida pensiya miqdori o'zgarishi. To'rtinchisi, pensiyaga qo'shimcha ustamalar, masalan, nogironlik, qarovchi, alohida xizmatlar, urush yoki mehnat faxriyligi, yoshga doir qo'shimchalar kabi holatlar. Shuning uchun avgust oyida pensiyaga qo'shilgan pul ham hammada bir xil bo'lmasligi tabiiy. Chunki har bir pensionerning pensiya tarixi boshqa. Birov 20 yil ishlagan, birov ish haqi past bo'lgan. Boshqa birov 2-5 yil ishlagan, lekin rasmiy ish haqi yuqori bo'lgan. Yana bir odamning staji to'liq, lekin hujjatlarda ayrim yillar tasdiqlanmagan. Kimdadir imtiyoz bor, kimdadir yo'q. Kimdir eng kam pensiyaga yaqin miqdor oladi, kimdir yuqoriroq pensiya oladi. Natijada oshirish ham bir xil ko'rinmaydi. Avvallari ko'pchilik pensiya oshishini juda oddiy tasavvur qilardi. Davlat pensiyalarini oshirdi. Demak, hammaning puli oshadi. Lekin amalda shunda ham farq bor edi. Faqat odamlar buni unchalik sezmasdi. Chunki pensiyalar miqdori orasidagi tafovut bugungidek ko'zga tashlanmasdi yoki ko'pchilik aniq hisob-kitobni bilmasdi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Birinchidan, pensiya hisoblashda rasmiy ish haqi va stajning ahamiyati juda katta. Ikkinchidan, pensiya tizimida minimal kafolatlar va turli ustamalar bor. Uchinchidan, elektron ma'lumotlar bazasi kengaygani sari ayrim odamlarning hujjatlari qayta tekshiriladi, stajlari tasdiqlanadi yoki aksincha ayrim davrlar hujjat yetishmagani uchun hisobga olinmay qolishi mumkin. To'rtinchidan, hozir odamlar bank kartasi orqali aniq qancha tushganini ko'rib turadi. Qo'shnisi yoki qarindoshi bilan solishtiradi va savollar ko'payadi. Eng katta yangish fikr shuki, odamlar pensiya oshishi bir xil summa bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Masalan, kimdir avgustda 15% oshdi deyishdi. Nega hammaga bir xil 1 ming so'm qo'shilmadi deydi. Aslida foiz bilan oshirishda summa pensiyaning avvalgi miqdoriga bog'liq bo'ladi. Agar odam taqas 1000 so'm olgan bo'lsa, 10% oshsa taqas 1000 so'm qo'shiladi. Agar boshqa odam 20 million 5 ming so'm olgan bo'lsa, 10% 1000 so'm bo'ladi. Foiz bir xil, lekin qo'shilgan summa har xil. Yana bir o'zgarish shuki, ba'zi holatlarda oshirish faqat asosiy pensiyaga tatbiq etiladi. Ayrim qo'shimcha to'lovlar esa boshqacha tartibda hisoblanadi. Odam esa umumiy tushgan pulga qarab nega kam qo'shildi deb o'ylaydi. Aslida hisob-kitob ichida asosiy pensiya, ustama, kompensatsiya, qo'shimcha nafaqa alohida turishi mumkin. Shuning uchun faqat kartaga tushgan yakuniy summaga qarab xulosa qilish har doim ham to'g'ri emas. Men buni hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling. Birinchi pensionerimiz Saodat opa. U 32 yil ish stajiga ega. Uzoq yillar maktabda ishlagan, lekin oyligi har doim o'rtacha bo'lgan. Uning pensiyasi avgustdan oldin 1 million 500 ming so'm edi. Agar umumiy oshirish homoyiz atrofida bo'lsa, uning asosiy pensiyasi taxminan 10 ming so'mga oshishi mumkin. Qo'shnisiga qaraydi. Qo'shnisi 1 million 800 ming so'm pensiya olgan va unga 1 ming so'm atrofida qo'shilgan. Saodat opa nega unga ko'p, menga kam deb o'ylaydi. Javob oddiy.
foiz bir xil bo'lishi mumkin, lekin boshlang'ich pensiya miqdori boshqa. Ikkinchi misol, Rustam aka 25 yil rasmiy ishlagan, lekin oxirgi yillarda yaxshi oylik olgan. Uning pensiyasi 1.600.000 so'm. Unga qo'shilgan summa Saodat opanikidan ko'proq chiqadi. Bu yerda Rustam aka Saodat opadan ko'proq ishlagani uchun emas, balki pensiya hisobida uning ish haqi bazasi balandroq bo'lgani uchun qo'shilgan summa ko'proq bo'lishi mumkin. Demak, faqat staj emas, rasmiy daromad ham ahamiyatli. Uchinchi misol, Karim ota 2 yil ishlagan, lekin ish joylarining ba'zilari yopilib ketgan, arxiv hujjatlari to'liq topilmagan. Uning haqiqiy mehnat tarixi uzun, lekin hujjatda tasdiqlangan, staji kamroq ko'ringan. Natijada pensiyasi kutganidan past. Avgustdagi oshirish esa mavjud hisob-kitobga qarab qilinadi. Agar pensiya allaqachon past hisoblangan bo'lsa, unga qo'shiladigan foiz ham past bazadan hisoblanadi. Karim ota, men shuncha yil ishlaganman, nega kam oldim desa, muammo oshirishning o'zida emas, balki dastlabki pensiya hisob-kitobida bo'lishi mumkin. 4-misol. Muhabbat opa eng kam pensiyaga yaqin miqdor oladi. Davlat ayrim paytlarda eng kam pensiya miqdorini oshiradi yoki kam ta'minlangan pensionerlar uchun minimal kafolatni kuchaytiradi. Bunday holatda Muhabbat opaning pensiyasi foiz hisobida emas, balki minimal chegaraga yetkazish orqali oshishi mumkin. Natijada unga ba'zan yuqoriroq qo'shimcha tushadi. Yuqori pensiya oladigan odamga esa nisbatan kamroq seziladi. Shunda yuqori pensiya oluvchi nega unga ko'proq qo'shildi deb o'ylaydi. Chunki maqsad hamma pensiyani bir xil qilish emas, balki eng past pensiya oluvchilarni ma'lum minimal darajada past qoldirmaslik bo'lishi mumkin. 5-misol. Bir pensioner oddiy yoshga doir pensiya oladi. Ikkinchi pensioner esa nogironlik yoki alohida imtiyozlar bo'yicha qo'shimcha ustamaga ega. Agar avgustdagi o'zgarish faqat asosiy pensiyaga tegishli bo'lsa, imtiyozli ustamaning o'zi boshqacha o'zgarishi yoki o'zgarmasligi mumkin. Odamlar esa umumiy summani solishtirib adashadi. Masalan, bir odamning pensiyasi 1.200.000 so'm, ustamasi 300.000 so'm. Boshqa odamning asosiy pensiyasi 1.500.000 so'm, ustamasi yo'q. Umumiy summa bir xilga yaqin ko'rinsa ham, oshirishda ularning tarkibi farq qilgani uchun natija boshqacha chiqadi. Men pensionerlarga doim shuni aytaman. Agar sizga umuman qo'shimcha tushmagan bo'lsa yoki qo'shilgan summa juda kichik bo'lib tushuntirishga mos kelmasa, albatta tekshirtiring. Lekin avval hissiyot bilan emas, raqam bilan yondashing. Kartaga oldin qancha tushgan? Avgustda qancha tushgan? Farq qancha? Sizning asosiy pensiyangiz qancha? Ustamalaringiz qancha? Mana shularni bilish kerak. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, pensiyasi yaqinda tayinlanganlar. Yangi tayinlangan pensiyada hujjat kiritishdagi kichik xato ham keyingi oshirishlarga ta'sir qiladi. Ikkinchidan, mehnat stajining bir qismi arxidan tasdiqlanmaganlar. Uchinchidan, bir nechta tashkilotda ishlagan. Ayniqsa, sobiq kolxoz, sovxoz, kooperativ, kichik korxona yoki yopilib ketgan korxonalarda mehnat qilganlar. 4-dan, imtiyozli pensiya, nogironlik pensiyasi, bog'uvchini yo'qotganlik pensiyasi yoki qo'shimcha ustama oluvchilar. 5-dan, ishlayotgan pensionerlar. Chunki ularda ba'zan qayta hisoblash va ish faoliyatiga oid ma'lumotlar bilan bog'liq savollar chiqadi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz oldingi oyga nisbatan mantiqan mos foizda oshgan bo'lsa, agar sizning hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmasa, agar pensiya jamg'armasi ma'lumotlarida pensiya turi va miqdori to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, vahimaga tushish shart emas. Qo'shningiz bilan solishtirish hech qachon aniq mezon emas. Sizning pensiyangiz, sizning stajingiz, sizning ish haqingiz, sizning pensiya turishingiz va sizga tegishli ustamalarga qarab hisoblanadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, foiz oshdi degani har doim umumiy kartaga tushadigan pul aynan shu foizga oshadi degani emas. Chunki umumiy summaning ichida asosiy pensiya kompensatsiya, qo'shimcha to'lov, qarzdorlik ushlab qolishi yoki oldingi oy bo'yicha farqlar bo'lishi mumkin. Masalan, bir oyda davolanish, aliment, sud qarori, kredit bilan bog'liq ushlab qolish bo'lsa, kartaga tushgan pul kamroq ko'rinadi. Odam esa pensiya oshmadi deb o'ylaydi. Shuning uchun yakuniy tushum emas, hisoblangan pensiya miqdorini tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, pensiya o'shish oy boshidan yoki ma'lum sanadan kuchga kirishi mumkin. Agar o'zgarish oy o'rtasidan kuchga kirsa, birinchi oyda to'liq emas, proporsional qo'shimcha tushishi mumkin. Keyingi oy esa to'liq miqdor ko'rinadi. Pensionerlar ko'pincha birinchi oy kartaga tushgan
farqni ko'rib xafa bo'lishadi. Men bunday vaziyatda doim keyingi o'y tushumni ham tekshirishni maslahat beraman. Uchinchi nozik jihat, pensiya turiga qarab oshirish mexanizmi farq qiladi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi. İjtimoiy nafaqa bularning har biri alohida tartibda hisoblanishi mumkin. Masalan, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasida oluvchilar soni, marhumning staji, oila a'zolarining huquqi kabi omillar bor. Nogironlik pensiyasida nogironlik guruhi, mehnat staji, tibbiy xulosa muddati ahamiyatli. Shuning uchun men bilan bir kunda pensiyaga chiqqan odam ko'proq oldi degan gap har doim ham xatoni anglatmaydi. 4-chi nozik jihat. Hujjatlarning eski va yangi ma'lumotlari orasida tafovut bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin buyruq raqami noto'g'ri, muhr o'qilmaydi, korxona nomi o'zgargan, arxivda ma'lumot boshqa familiya bilan turgan. Ayollarda nikohdan keyin familiya o'zgargani sababli hujjatlar mos kelmasligi ham uchraydi. Bunday holatda tizim odam ishlagan yillarni avtomatik ko'rmasligi mumkin. Bu esa pensiya hisobiga ta'sir qiladi. Agar staj to'liq kiritilmagan bo'lsa, oshirish ham pastroq hisoblanadi. 5-chi nozik jihat, ko'pchilik men norasmiy ishlaganman, baribir stajga kirsa kerak deb o'ylaydi. Afsuski, pensiya hisobida asosiy mezon rasmiy tasdiqdir. Og'zaki gap sobiq hamkasbning eslashi, hamma biladi, men ishlaganman degan dalil yetarli bo'lmaydi. Ish staji, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumoti, buyruqlar, ish haqi qaydnomalari, soliq yoki ijtimoiy to'lovlar bilan tasdiqlansa, hisobga olinadi. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan ancha oldin hujjatlarni yig'ish kerak. 6-chi nozik jihat. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashadi. Ishlayotgan pensionerda keyinchalik qayta hisoblash masalasi tug'ilishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik ravishda har oy katta o'sish bo'ladi degani emas. Qayta hisoblash uchun qonunda belgilangan tartib, muddat va asoslar bo'ladi. Agar odam ishlasa, lekin rasmiy to'lovlar to'liq aks etmasa, kutilgan natija bo'lmasligi mumkin. 7-chi nozik jihat. Ba'zan bank kartasiga tushish sanasi va pensiya jamg'armasidagi hisob-kitob sanasi bir-biridan farq qiladi. Masalan, bir odamga pul erta tushadi, boshqasiga kechroq. Bu hamma vaqt pensiya noto'g'ri hisoblanganini anglatmaydi. Lekin agar muddat o'tib ketgan bo'lsa yoki pul umuman tushmasa, albatta murojaat qilish kerak. Endi eng kerakli qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-qadam aytaman. Birinchi qadam, avval o'zingizdagi raqamlarni yozib oling. Iyul oyida qancha pensiya tushdi, avgust oyida qancha tushdi, farq qancha bo'ldi? Agar imkon bo'lsa, bank ilovasidan yoki SMS xabarlardan screenshot emas, aniq sanalar va summalarni daftariga yozing. Masalan, iyul 5 kuni 20 million 240 ming so'm tushgan, avgust 5 kuni 20 million 360 ming so'm tushgan, farq 120 ming so'm. Bu sizga murojaat qilganda aniq gapirishga yordam beradi. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilib, pensiyangiz tarkibi bo'yicha ma'lumot so'rang. Siz menga umumiy summa emas, asosiy pensiya miqdori, qo'shimcha ustamalar, kompensatsiyalar va ushlab qolishlar alohida ko'rsatilgan ma'lumot kerak deb ayting. Chunki muammo aynan qaysi qismda ekanini bilmasangiz, to'g'ri savol bera olmaysiz. 3-qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, nogironlik bo'yicha hujjatlar. Imtiyozga asos bo'ladigan guvohnomalar bo'lishi kerak. Agar biror ish joyingiz yopilib ketgan bo'lsa, o'sha tashkilot hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Tuman arxivi, viloyat arxivi yoki tashkilotning huquqiy vorisi orqali ma'lumotnoma olish mumkin. 4-qadam, yozma ariza bering. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma ariza yanada kuchliroq. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiyam avgust oyida qayta hisoblangani yoki oshirilgani bo'yicha asosiy pensiya, ustamalar va yakuniy summa kesimida yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Shuningdek, mehnat stajim va ish haqi ko'rsatkichlari pensiya hisobida to'liq inobatga olinmaganini tekshirishingizni so'rayman. Arizaning bir nusxasini o'zingizda qoldiring. Qabul qilingan sana va raqamni belgitib oling. 5-qadam. Agar javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi organlarga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat darajasidagi pensiya jamg'armasi, zarur bo'lsa, rasmiy elektron murojaat tizimlari orqali yozing. Murojaatda hissiyotli gaplardan ko'ra aniq faktlar muhim. Oldingi summa, yangi summa, staj yillari ishlagan joylar, qaysi yillar hisobga olinmagan deb o'ylayotganingiz qo'lingizdagi hujjatlar.
6 qadam. Agar stajingiz yetishmayotgan bo'lsa, guvoh izlashdan oldin arxiv va rasmiy hujjatlarni izlang. Chunki amalda eng kuchli dalil bu rasmiy hujjat. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa ham. Ayrim holatlarda qo'shimcha ma'lumotnoma so'ralishi mumkin. Ayniqsa eski yillardagi ish haqi pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan bo'lsa, ish haqi qaydnomalar juda muhim. 7-qadam pensiyangizni qo'shningizniki bilan emas, o'zingizning hisob-kitob varaqangiz bilan solishtiring. Men buni alohida ta'kidlayman. Qo'shningizning staji, ish haqi, imtiyozi, pensiya turi, hujjatlari, hatto oilaviy holati ham siznikidan farq qiladi. Sizga kerak bo'lgan narsa. Menga qonun bo'yicha to'g'ri hisoblanganmi degan savolga javob topish. 8-qadam. Agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, bugundan tayyorgarlik ko'ring. Mehnat daftarchangizdagi yozuvlarni tekshiring. Ishlagan yillaringiz uzluksiz ko'rsatilgan muhrlar bormi? Buyruq raqamlari bormi? Familiyangiz o'zgargan bo'lsa hammasi mosmi? Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, kelajakdagi pensiyangiz uchun xavf borligini tushuning. Bugungi qo'lga ko'proq pul ertaga pensiyada kamroq hisob-kitobga olib kelishi mumkin. Yana bir maslahat: agar sizning ota-onangiz yoki qarindoshingiz yoshi katta bo'lsa, ularning o'rniga hujjatlarni tartibga solishda yordam bering. Ko'p pensionerlar qaysi savolni berishni bilmaydi. Xodim nima desa shunga rozi bo'lib ketadi. Farzandlari esa keyin nega kam pensiya olarkan deb hayron bo'ladi. Aslida vaqtida tekshirilsa, ayrim xatolarni tuzatish mumkin bo'ladi. Demak, avgust oyida barcha pensionerlarga bir xil qo'shilmasligining asosiy sababi shuki, pensiya har bir odam uchun alohida hisoblanadi. Staj, rasmiy ish haqi, pensiya turi, minimal kafolatlar, ustamalar, imtiyozlar, hujjatlarning to'liligi va qayta hisoblash tartibi natijaga bevosita ta'sir qiladi. Foiz bir xil bo'lsa ham summa har xil chiqadi. Minimal pensiyaga yaqin odamda oshish boshqacha ko'rinadi. Yuqori pensiya oluvchida boshqacha. Imtiyozli ustama oluvchida esa tarkib butunlay boshqa bo'lishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Raqamlarni yozib oling, pensiya tarkibini so'rang, hujjatlaringizni tekshiring. Kerak bo'lsa yozma ariza bering. Agar haqiqatdan ham xato bo'lsa, uni tuzatish uchun rasmiy yo'l bilan harakat qilish kerak. Sizda avgust oyida pensiya qancha oshdi? Qo'shilgan summa siz kutganingizdek bo'ldimi yoki savollaringiz bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men odamlar eng ko'p duch kelayotgan holatlarni ko'rib, keyingi videolarda alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, pensioner tanishlaringizga yuboring. Bu ma'lumot kimningdir pensiyasini to'g'ri tekshirtirishiga yordam berishi mumkin.